O't qopidagi toshlarni dori bilan eritish mumkinmi? O't qopidagi toshlarni dori bilan eritishning imkoni yo'q. Bunda faqat operativ yo'l bilan amalga oshirish kerak bo'ladi. Ya'ni operativ yo'lda ikkita usuli bor. Traditsion, ya'ni odatdagi usul va laparoskopik usulda. Bemorlarimizning ko'pchiligi laparoskopik usulda operatsiyalarni amalga oshirish imkoni mavjud. O't tosh kasalligini o'tkir davrlarida, o't tosh kasalligining asoratli davrlarida, ya'ni xolidaxolitiyaz, mexanik sariqlik, yiringli xalangi, o't qopi empimas va atrof to'qimalarga yopishishi natijasida bu bemorlarni ko'pchilik holatlarda laparoskopik usulda amalga oshirish imkoni qiyin bo'ladi va ochiq usulda operatsiya qilishga majbur bo'lamiz. O't tosh kasalligini surunkali davrlarida laparoskopik usulda operatsiya qildirish eng ma'qul usul hisoblanadi. Chunki o't tosh kasalligini o'tkir davrlarida va asoratli holatlarida bemorni oyoqqa turishi uzoq muddatga cho'ziladi va har xil qo'shimcha asoratlar paydo bo'lishi mumkin. Agar sizda o't qopingizda tosh bo'lsa, vaqtni kechirmasdan bizga murojaat qilishingiz mumkin.